Ba'zida biz Androidlik telefonlarninki tok miqdorining qanchalik qolganligini persen bo'yicha ko'rsatgan bir chambar shaklli chiroyli bir knopkalarni yoki shu xil ko'rsatish belgilarini ko'ramiz. Bu xil narsalarni biz tor bekatlarning UI sistemini ishlatamiz. Masalan, bugungi temperatura yoki abonentninki sonining statistikasi degandek yerlarda bu xil narsani ishlatamiz. Bu xil ko'rinish yaqinqi Windows 8 ninki ko'rinma yuzidan keyingi holatlarda tor bekatlarga ko'p ishlatilgan bo'ldi. Unda olsa men shu xil ko'rinishni UI da qanday ishlaydiganligimizni oddiy bir misol bilan tushuntirib o'tay. O'xshashlar men faylning ichidan new, ya'ni yangidan qurish degan buyruqni ijro qildim. Ko'rinish background color 779 olsun. Bu aldım. Hem bunun ko'rinishning rangi mushkil rang bo'yicha seplansin. Oq bilan biroz farqlanib tursin. Ondan keyin ellipse shakllik, shaklsiz qurolni ilib turib, knopka taxtasini shiftni besilib turib, bir dona chamber hosil qilaman. Shu knopkaning cho'ngligida o'zim loyilamoqchi bo'lgan knopkaning cho'ngligida qilib. Ondan buni biroz o'rnini yo'tkab, o'rnini muqimlashtirib olay. O'tirg'iroq bo'lsin. Ondan keyin buning ichiga to'ldirilgan rangni biroz tangshab qo'yayman. Ko'rinishdan biroz farqlanadigan bo'lsin. Chunki ko'rinishga yaqin bo'lgan vaqtida susliqi chiqib turdi. Ko'rinish bilan bo'lgan oraliqdagi farqi yaxshi chiqadi. Buni bir nusxa ko'paytiraman. Mayadan ko'paysam bo'ladi yoki ko'paytirish buyruqlari bilan ko'paysam bo'ladi, ko'chirib ko'paytsam. Meniki girviki yo'q bo'ldi, buning o'xshashlam. Knopka taxtasining Ctrl T ni bosib, shakl o'zgartirish chiqqandan keyin biroz kichikiltdim. Kichiklatib jazmlashtirdim. Buning ichiga to'ldirilgan rangni ko'rinishning rangi bilan o'xshash qilib beraman. Ya'ni navbatdagi batninki o'zining rangi bilan o'xshash qilaman. O'xshash qilsam, bu xil shakldagi bir ko'rinish hosil bo'ladi. Hosil bo'lgandan keyin endi men qalam, ya'ni po'lat qalam qurolini tanlab turib, ichiga to'ldirilgan rangni qizilga mayil qilay, ma'qul rangda. Ilib, bu yerga bir doira sizmi. Ichiga rang to'ldirilgan bir doirani sizdirman. Sizpagandan keyin navbatdagi shu shakl va qavatni ostiga yo'tkayman. Ellipsningki kopiya qilingani bilan asldagisining orasida turish kerak. Unda mush qavatning ustida mousening o'ng knopkasini chekib, buni maska qilib qurib beraman. Qurib bergandan keyin bu xil shakldagi bir chamber hosil bo'ladi. Hosil bo'lgandan keyin endi men mushning ichidan yana ma'lum ko'p tarafli sizish qurolini ilib, buningki taraflarini 3 qilib, ondan keyin loyihaning ichiga kirib, mouse start degan besilib qolsa bo'lmaydi. Yulduz shaklli chiqib qoladi. Ama şu yıldız şekilli olmagan holatda 3 bulondan birini sizaman. 3 bulondan birini ilib, buningki rangini boshqacha qilaylik. Sizlar to'g'ri bitimizningki rangi asosiy rang qaysi bo'lsa, shu xil rangni qilsak bo'laveradi. Undan oldim, buni yo'tkab kelaman. Ondan cho'ngaytirish quroli bilan bu ikkisining o'rnini cho'ngaytib, buni ustinki qavat qilib chiqqandan keyin bu yerga to'g'rilab qo'yay, jazmlashtirdim. Jazmlashtirgandan keyin qaysam, bu xil shakl hosil bo'ldi. Ondan tekst qurolini tanlab, tekst tahrirlash qurolini 330 degan sonni kirgizma. Kirgizgandan keyin bu qavatni o'tirg'i to'g'rilayman. O'tirg'i to'g'rilab ekilib, mau 0 ni tanlab turib, tekst tahrirlash rayonini tanlab, ustiga kichik qilib chiqarib berishni ko'rsataman. Bunda vaqtda 33 gradus bo'ladi. Mana shu xil shaklda yasayman. Buning uchun yo'l qurollarini ko'proq ishlatamiz, yana o'xshash UI da asosiy yo'l qurollarini ishlatamiz. Buni boshqacha bir qancha xil rang shakllarda qilib olsangiz bo'ladi. Mushkul shaklda quramiz.